Erimni tug'ilgan kunlariga qizim bilan birgalikda tayyorgarlik ko'rdik va sizlar bilan ham ozgina bo'lishmoqchiman. Bir kun oldin o'zim marketdan uylarni bezash uchun narsalar zakaz qilib qo'ygandim, lekin bitta pochtaga kirib, CC kremlarimni viloyatlarga topshirib yubordim. Undan keyin o'zim marketdan narsalarimni olib oldim. Tug'ilgan kun tortsiz o'tmaydi. Erim yaxshi ko'radigan tortlarni olib olib, o'zim bitta cheescake'ni paqqos tushirdim. Har doimgidek qizim hammaning e'tiborida va uyga kelib qizim bilan uylarni bezab borishni boshlab yubordik. Mana shu rechaning o'rtasida Happy Birthday degan yozuv bor edi, lekin menikida chiqmadi nimagadir. Rechadan tashqari I love you degan yozuv oldim. Ularni ham bitta-bittalab ishirib chiqdim. Voy, men jiniga o'xshab ularning ikkita-uchtasini bog'lab chiqibman. Bog'lamasdan shundoq qo'yib yuborsanglar, havosi uchmasdan turar ekan. Mayli, endi o'zbeklarning kallasi abitdan keyin ishlaydi-ku degan maqolga tayanib uylarni bezashni davom ettirdim. Erjonim, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Qizingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz bilan yaxshi va yomon kunni ham ko'rdik, lekin bir-birimizdan ayrilmadik. Allohimni siylagan va bir-birimizni qo'llab-quvvatlaganimiz evaziga shunaqa kunlarga yetib keldik. Qizingiz bilan sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Vafodorim mani, ilk bahorim mani, fasling qo'msab girgan yuragim, faslingga to'ymoq tilagim.